Hayajonda kutib oldik bahorni, ko'zlarida sevinch, qalblarda nahorni. Yonib yonib dillarda sevinchlar, qalblarda shirin shirin xayollar. Quyoshdan go'zal nurlar sochilar, bog'larimda ochildi gullar. Ko'k bog'laringda go'zal g'unchalar yonadi yonadi dilgida. Bahor bahor kelding sen, bahor sen qalblarga nur solding. Bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen. Bahor 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 kelding sen, bahor sen qalblarga nur solding. Bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen. Bahor Qadriyatlaring boqiy bo'lsin. Navro'z degan ezgu g'oya ostida umumxalq bayrami tadbirlari davom etmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Sho'rchi tumanidagi Oqqo'rg'on mahallasida o'tkazildi. Tadbir davomida qadimiy Navro'z an'analariga sodiq holda doshqozonlarda sumalak va turli milliy taomlar pishirildi. Milliy o'yinlar, sport musobaqalari tashkil etildi. Osmon uzra turfa rangdagi varraklar parvoz qildi. Bolajonlar uchun alohida ko'ngilochar dasturlari namoyish etildi. dilim o'zbegim, bag'ringda insonlar yayrab kulsin. Yurtboshimiz bor, yurtimiz tinchdir. Sho'rchi tumanimiz Oqqo'rg'on mahallasida Tarinchiroqda Navro'z bayrami bo'lmoqda. Xalqimiz bundan judayam xursand. Hammani bayram bilan tabriklayman. Osmon